ظلام ليالي وينير هذا الكون بالأفضال. هو قادر يمحو همومي كلها برضا يجلل منطقي وفعالي. سبحانه ما لي إله غيره أشكو إليه ما يلي. Alhamdulillah va salatu vassalam ala rasulillah. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: kim dunyoda bir musulmonning aybini yashirsa, Alloh uni dunyo va oxiratda ayblarini yashiradi. Alloh taoloning fazli va marhamati bilan biz bugun ham mazlum, jabrlangan va og'ir ahvolga tushgan birodarlarimizga yordam berishni davom ettirmoqdamiz. Shu munosabat bilan o'zbek birodarlarimizga samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ularning G'azodagi birodarlari uchun qilayotgan muborak sa'y-harakatlarini Alloh taolo dargohida maqbul qilsin. Amallariga baraka bersin va eng go'zal ajr bilan mukofotlasin. في سائر الأحوال يجلو ظلام ليالي وينير هذا الكون بالأفضال. هو قادر يمحو همومي كلها برضا يجلل منطقي وفعالي. قصرت لكن الكريم أحاطني نعما لا أعجز وصفها بمقالي. فالعين تدمع حين يغمر فضله قلبي وما أديتها أعمالي. أهملت طاعات ولكن لم يكن يجزي على الإهمال بالإهمال. كم أمهل الرحمن قلبا غافلا فلعله. نشكر شباب الأوزبك وبارك الله فيكم على الخيمة، ونخلف عليكم سترتونا فيها وسترنا الأولاد بارك الله فيكم.